Men sizlarga hozir atirni qanaqa to'g'ri tanlashni o'rgatib qo'yaman. 10 ta atir hidlasangiz ham, lekin hid bilaverasiz bunda. Buning uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda siz atirni to'g'ri hidlashingiz kerak. Ya'ni olib yaqindan emas, uzoqroqdan hidlashingiz kerak. Deylik, mana shu atir Mercedes-Benz. Hidladingiz, hid yoqdi. Или, допустим, Lacoste. Yoqmadi. Yaqin hidlamang. Uzoqdan hidladingiz, yoqmadi. Bo'ldi, qo'ydingiz, bo'ldi. Buni unutdingiz. Brioni ketdi kengiz. Sal yoqyapti, bo'ldi. Hozir mana shuni bitta ko'raman. Mers. Bu ham sal yoqyapti, hozir ko'raman. Yoqmaganini olib tashladingiz. Endi yoqqanlarning ichida tanlashingiz kerak bo'ladi. Deylik, shu ikkita atir. Endi nima qilasiz? Olasiz. Deylik, magazindasiz, ili duty free da farqi yo'q qayerda bo'lishingizdan. Blotter bo'lsa, blotterga, yo'masam qo'lga sepamiz. Hozir sizlarga blotterda qanaqa sepish birinchi ko'rsatib beraman. Blotter oldingiz, qog'oz bo'ladi. Shu qog'ozni oldingiz, qog'ozga uzoqdan sepasiz. Uzoqdan sepasiz. Qog'ozni likillatasiz. Nimaga? Chunki havo bilan tezroq reaksiyaga kirishadi. Hidlingiz, o yoqdi, o как раз meniki zo'r. Qo'lga sepayotganimizda bu joyga emas, bu joyga sepamiz va bu joyda tarqalishi, shlefi bemalol katta rol o'ynaydi. Bu joyga emas, bu joyga sepamiz atirni. Uzoqdan sepolmayman mana. Ozgina vaqt kerak bo'ladi, srazi hidlab yordingiz. Hidlaganda boya aytganimdek uzoqdan o zo'r, mana atirim bo'ldi, mashina olaman, bo'ldi, ketdi. Endi ko'pchilik aytadi, 5 ta hiddan kelgan hid sezmay qolasiz, kelgan kofe berishadi. Bu narsa xato bo'lishi mumkin, bu men subyektiv fikrim. Hozir sizlarga isbotlashga harakat qilaman. Ertalab turdingiz, yuzingizni yuvdingiz, vannaga borganda birinchi bo'lib sovunni hidi, shampunni hidini sezdingiz, mana buni bir deymiz. Chiqdingiz vannadan, oshxonaga kirdingiz. Suv pishgandan 2, kofe 3, atrofdagi hidlar, gullar hidi 4, 10 ta, 15 ta hidni hidlayapsiz, lekin hid seza olmayman degan narsa bo'lmayapti. Demak, agar siz hidni to'g'ri hidlasangiz, hamma hidni bilish imkoniyatingiz bor. Agar deylik 10 ta hiddan kelgan bo'ldi, hid sezmaylik, uslovni 5 ta hiddan kelgan hid sezmayman deydigan bo'lib qolsangiz, unda sizga savol, parfyumerlar qanaqa qilib ishlashadi? Ya'ni ular kuniga yuzlab hidlarni hidlashadi. Qanaqa ishlashadi ular? Sizga oddiy savol. Ma'lumot foydali, qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz. Atirlar to'g'risida, atirlar narxini masalan bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanaliga o'tasiz. Har kuni qiziqarli ma'lumotlar Telegram kanalida qo'yib boriladi.